dardlari, qayg'ulari yoshidan katta bo'lgan G'azzoning farzandlari. Ha, bu bolachalar ushbu yosh paytida juda qattiq dardni, juda qattiq musibatlarni ko'tarishmoqda. Otasidan, onasidan ayrilish musibati, yaqinlaridan, do'stlaridan ayrilish musibati yoki maktabidan, o'z uyidan, yashab turgan uyidan ayrilish musibati. Subhanalloh, bugun G'azzolik ushbu yosh bolachalar mana shunday og'ir musibatlarni boshdan o'tkazishyapti. Yosh turib dardlanishmoqda. Yosh turib qanday qilib taom topib kelaman, qanday qilib ota-onamga yordam bera olaman yoki qanday qilib qornimni to'yg'aza olaman deb dardlanishyapti. Biz musulmonlar 20-30 yoshga kirgandan keyin dardlanishni boshlaymiz dunyo dardlari bilan. Lekin G'azzolik yosh bolalar hali 7, 8, 10 ga kirgan yosh bolalar eng o'ynab yurish kerak bo'lgan vaqtda, dunyodan lazzatlanish kerak bo'lgan bir vaqtda mana bu yosh bolachalar dardlanishyapti. Har kuni qornini to'yg'azish g'ami bilan, agar qish bo'ladigan bo'lsa, qishning sovug'idan saqlanish dardi bilan yoki ota-onasining vafot etgan ota-onalar bo'ladigan bo'lsa, ularni sog'inch dardi bilan dardlanishyapti. Alloh taolo G'azzolik mazlumlarga ofiyat bersin. G'azzolik musulmonlarga, G'azzolik yetim bolachalarga Alloh taolo yordam bersin. Bizlar ham mana bu bolachalarni, G'azzodagi mazlumlarni, musulmonni tashlab qo'ymasligimiz kerak. Ularga qo'limizdan kelgancha yordamlarni ulashishimiz kerak. Bugun ham ko'rib turganingizdek ushbu yordamlarimizni, ushbu issiq taomlarimizni G'azzo sektorida yashayotgan, og'ir sharoitlarda yashayotgan, chodirlarda yashayotgan mazlumlarga ulashish uchun issiq taomlar tayyorladik. Albatta bu narsaga avvalo Alloh taoloning fazli va rahmati, so'ngra ihson qilayotgan aka-uka, opa-singillarimizning yordamlari, ihsonlari bilan muvaffaq bo'lyapmiz. Va mana shunday chodirlarda, nochor ahvolda, qiyin sharoitlarda yashayotgan mazlumlarga sizlarning yordamlaringizni, ihsonlaringizni ulashda davom etyapmiz. Alloh taolo ihson sohiblaridan, mazlumlarni unutmagan aka-uka opa-singillarimizdan rozi bo'lsin. Agar sizlar ham o'z ihsoningizni, yordamingizni G'azzodagi mazlumlar uchun ulashni istasanglar, bizning aloqa manziliga chiqishingiz mumkin. Bizlar ham imkon qadar tezkor shaklda yordamlaringizni mazlumlarga ulashda davom etamiz inshaalloh.